Assalomu alaykum oliyjanoblarning ashaddiy obunachilari. Sizlarga video syomkamizni boshladik. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan layklar bosib turinglar. Yangiliklarda ulashish ma'nosida videomizni boshladik. Ramazon oyiga, yanvar oyi Ramazon oyiga qabullar boshlandi, xudo xolasa. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada esa 2 mahal ovqat, o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Gastitsamiz oraliqlari Madinada 150-200 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. 24 soat davomida avtobuslarimiz xizmatda bo'ladi. Bemalol 12:1 da chiqsalar ham bo'laveradi ibodatga. Xudo xolasa, sayohatlarga olib chiqiladi. Bitta to'lovni evaziga Qizil dengiz, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Arafot tog'i, Qur'on bosmaxonasigacha sayohatlarimizga olib chiqiladi. Biz 50 boshlarimiz tomonidan tajribali 14 kun davomida bir 10 dan oshiq sayohatlarimiz bor. Bemalol zerikmasdan ibodat sayohatlari bilan amalga oshirib kelasizlar. Bizning firma tomonidan beriladigan narsalar bejik, kamzil, so'mka beriladi va 14 kun safar davomida qaytayotganlarida xudo xolasa Zamzam suvi hadya sifatida beriladi. Biz 14 kun davomida payg'ambarimiz ravzalariga bemalol olib kelib chiqiladi. Toyif shahriga ham yo'lga qo'yilgan, bemalol telefon qilaveringlar. Yanvar oyiga reyslarimiz Farg'onadan, Namangandan bor, Toshkentdan kunda-kunora reysimiz bor. Pramo reyslar bo'ladi bizda. 22-23 kuni Farg'ona Jidda, Farg'ona Madina reysimiz Pramo. Haftada bir kun Namangandan bo'ladi. 27-28 ga ham Farg'onadan Pramo reyslarimiz bor. Bemalol kimga bron qilish kerak bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, o'z joylarini bron qilishlari mumkin bo'ladi. Fevral oyi Ramazon oyiga ham qabullar boshlangan. Kimga ma'lumotlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol telefon qilib, o'z joylarini bron qilishlari mumkin bo'ladi. Biz 12 viloyatga bemalol onlayn tarzda shifolatimizni olib boramiz. Litsenziyamiz bor. Bizga oldindan 100% to'lov qiling deyishimiz shart emas. Bizga zakolat hisobida tashlab bersangiz bo'ldi. Karta orqali emas, bank orqali tashlaysiz, qo'llaringga cheklarni olishlari mumkin bo'ladi o'zlaring. Agar bizni vodiydan kuzatib turgan yaqindan bo'lib turgan bo'lsa, Marg'ilonda ofisimiz bor. Bemalol rasmiy kassamizga kelib to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Rasmiy kassada to'lovni qabul qilinadi o'zbek so'mida. Cheklaringni ham olib ketishlari mumkin. O'zlaringga xohlagan kunga bron qilishlari mumkin bo'ladi. Siz ham ota-onangizni umra sayohatiga jo'natmoqchimisiz? Unda biz bilan bog'laning. Narxlariga keladigan bo'lsak, $990 dan 12 viloyatga bemalol o'z xohlagan kunlaringga joylar bron qilishlari mumkin bo'ladi. Farg'onadan Pramo reysimiz, Namangan, Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilib, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.